100 yillik marafon. Aftore Michael Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 9-bob 2049-yili Xitoy belgilagan dunyo tartibi. Tala mushugi bo'lib, uy mushugini qo'g'lab chiqarmoq. 36 tadbirdan. Birinchi qism. 20-30 yildan buyon Amerika dunyodagi birdan-bir darajadan tashqari kuch bo'lib keldi. Navbatda Amerika armiyasining dunyoda misli yo'q. Iqtisodining ham shundoq. Dünya xalqi Amerikaning kinolarini ko'rdi, moda naqshlarini anglaydi, Amerikaning soda suyini ichidi va Amerika zanjirsimon tez tamoqxonalarining tamaqini yeydi. Amerikaning universitetlarida o'qib, Amerikaning prezidentlik saylam uslubiga agishidi. Dunyodagi 7 milliarddan ortiq insonlarning ko'pinchisi o'zlarining kundalik turmushida Amerikaning madaniyati, armiyasi, iqtisodining ta'siri bo'lmagan dunyoni tasavvur qila olmaydi. Shuningdek, ko'plagan amerikaliklar navoda o'z davlatining dunyodagi yetakchi kuch bo'lmay qolsa, dunyoning qandoq bo'lib qoladiganligini tasavvur qila olmaydi. Mana bu ana shundoq dunyoni tasavvur qilish paytidir. Ba'zi farazlarga ko'ra 2050-yilga borganda Xitoyning iqtisodi Amerikaning iqtisodidan balkim 3 eshib ketadi. Shu chaqda dunyo taq qutublashib, Xitoy dunyoning yetakchisiga aylanadi. Başqa farazlarga ko'ra, Xitoy bilan Amerika dunyodagi 2 darajadan tashqari kuch bo'ladi. Xitoy, Hindiston va Amerika yetakchi kuch sifatida mavjud bo'lgan 3 qutbliq dunyo tasavvuridagi farazlarmi ham mavjud. Xitoyning iqtisodiy jihatda hammadan kuchli davlat bo'ladiganligi u chaqda Amerika dollarining eng nopozliq pul bo'lishdan qoladiganligi, uning o'rniga Amerika dollari, yevro va xalq pulidan tashkil topgan ko'p xil pul sistemasi o'ttirg'i chiqadiganligi yuqorqi 3 yil farazdagi o'rtaq nuqta hisoblanadi. U chaqda Xitoy harbiy sohaga Amerikadan ko'p mablag' ajratadi. Qo'shni davlatlarga va uning bilan ittifoqdosh davlatlarga Amerika necha 10 yildan buyon qilib kelayotgandek g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatdi. Shundaqla Xitoy dunyoda ma'lum darajada obraz yarata oladi. Dunyo yuqorqidek bo'lsa, nimaga o'xshab qoladi? Ezilguchilarning diktatorlikdan qutulib chiqishi osonlamdi yoki taslishamdi? Biz nafas elayotgan havo texmi pokiz bo'lamdi yoki hozirqidanmi bakrak zaharlik bo'lamdi? Sodini va erkinlikning vujudga chiqishini qo'g'daydigan organlar kuchayamdi yoki ojizlashamdi? Aniqki, bu xildagi savollarning ba'zilariga ijobiy javob bergili bo'lmaydi. Biroq bir ish muqarrarki, navoda Xitoy navbatdagi afzalliklarini saqlab, mavjud strategiyasini davomlashtirsa, shundaqla mavzudun huquq egillagandan buyonqi qimmat qarashlarida ching tursa, u holda Xitoyning tasavvuridagi bir dunyo o'ttirg'i chiqadi va bu dunyo biz bugun taniydigan dunyodan tamoman boshqacha bir dunyo bo'lib qoladi. Navoda 2049-yili dunyodagi darajadan tashqari kuch bo'ladigan Xitoyning siyosatlarini belgilashga Xitoy qattiq qo'llari yetakchilik qilsa, u holda bu chaqdagi dunyo to'limi nachar bir dunyo bo'lib qoladi.
agar shu chaqdagi Xitoy mo'tadillari va haqiqiy islohotchilari G'arbning yordami orqali qo'lga olsa, u holda dunyodagi yetakchi kuch bo'lgan Xitoy unda qo'rqinchli bo'lmaydi. Xitoyning qattiq qo'llar yoki mo'tadillar o'ttirsidagi tanlashqa bizning qanchalik ta'sir ko'rsatalaydiganligimiz to'g'riliq keyingi bobda to'xtalamiz. Navoda biz haqiqiy Xitoy islohotchilarini qo'llamasak, dunyo tuvandikidek xatarlarga duch keladi. Xitoyning qimmat qarshi Amerika qimmat qarshining o'rnini oladi. Amerika jamiyati yuksak darajada shaxsiylashgan jamiyatdir. Bizning davlatimiz Thomas Jefferson va Benjamin Franklinga o'xshash individualistlar tarafidan va Britaniya imperiyasining bir parchasi bo'lishni rad qilgan bir bo'lik o'qituvchilar tarafidan qurilgan. Biz ularni taqdirlaymiz. Bizning qonunimiz barcha amerikaliklarning xohlaganini so'zlashini, xohlaganicha ibodat qilishini, oilamizning qonun organlari tarafidan sababsiz axtarılishga uchramasdan yashashimizni himoya qiladi. Butkul amerikaliklarning o'z kelgusini o'zi xohlagancha o'rinlashtirish huquqi muqaddasdir va tajovuzga uchrashga yo'l qo'yilmaydi. Xitoyga kelsak, Amerikacha kishilik huquq Xitoyda mavjud emas. Adabiyot-shunos olim Lidiya Leoning ko'rsatishicha, Martin ismli amerikalik bir din tarqatquchi 1860-yillarda xalqarалық qonunni tunji qitim Xitoychaga tarjima qilib etib, Xitoyda huquqqa aloqador so'zlikning yo'qligini bayqagan. Shu vajidan huquq va kuch degan ikki so'zni biriktirish orqali tushunli haq huquq degan so'zni ijod qilib chiqqan ekan. Xitoy Kommunistik partiyasi barpo qilgan jamiyat kollektivizmchi jamiyat bo'lib, bu 1949-yildan ilgirmi mavjud bo'lgan bir madaniyat hodisasidir. Xitoyni intayin cho'nqur tadqiq qilgan xalqarалық savdo strategiyachilaridan ikkisi mundaq deydi. Xitoyda inson bo'lish texmi cho'ng insoniylikning qo'shimcha a'zosi bo'lishdan iborat. Gerçi Xitoy asosiy qonunida so'zlash erkinligi, erkin kengash, diniy erkinlik qatorliqlar ko'p tilga ilindigan bo'lsa-mu, bu xil huquqlarning amaliylashishdan so'z etish qiyin. Xitoy hukumati yillardan beri o'z xalqiga shaxsiy huquqlarni bermay keldi. Davlatning kuchayishiga ergishib, Xitoy hukumati hatto Xitoy fuqarolarining haq huquqiga chet ellardami qo'l so'zishga boshladi. Nyu-Yorkdagi kishilik huquq faoliyatchisi Wen Yunchao Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, ya'ni Xitoy hukumatining zo'rliq, zo'mburliqlari to'g'risida so'z qilgandan keyin uning telefoni, ilxat sanduqi va Twitter hisoblari hakkerlik hujumga uchirdi. Bu Xitoy hukumati tarafidan tashkillangan hujumdak qiladi. Amerika Davlat Majlisidagi bir qitimliq guvohlik anglashda Amerika senatori Sherrod Brown Vanyuanchowdan uning nimishqa Xitoydagi boshqa namoyishchilardek turmaga kirmaganligini so'raganida, u o'zining Xitoyda bo'lmaganligi uchun turmaga kirmaganligini aytdi. Buningdan sirt Xitoy 2009-yili chet el tashviqot xizmati nomi ostida bir turni yo'lga qo'ygan bo'lib, bu tur uchun 6,58 milliard dollar mablag' ajratgan. Bu turning maqsadi Xitoyni har qaysi davlatlarda shu davlatlarning ko'zida chiroyli ko'rsatishdan iborat.
chet eldagi kishilik huquq tashkilotlariga hujum qilish Xitoyning doimlik qilmishi. Amerika davlatlik Demokratiya fondining muavin raisi Louisa Grave'ning guvohlik berganidek, Xitoy kishilik huquq organlarining va hukumatsiz tashkilotlarning kompyuter sistemasiga doimla hujum qiladi ekan. Louisa bu xil hujumlarning maqsadini o'xshamagan siyosiy ko'z qarashdagilar orasidagi o'zaro ishonchni yo'qotish, chiqimni ko'paytirib o'tish va vahima paydo qilish, nopozliq davlatlar tarafidan keladigan besimni tuvallatish qatorliqlarga yig'inchoqladi. Bu xildagi razil taktikalar Xitoy tarafidan nisbiy holda anda-munda qo'llanamdi yoki xo'rki o'sib ketgan Xitoyning buni bargancha normal bir ishga aylantirib olamdi. Mana bu masalaning tuguni. Navada Xitoy Amerikaga va uning ittifoqdoshlariga taqobil turg'idak darajada iqtisodiy ham harbiy jihatdan kuchaygan hamon Xitoy rahbarlari o'ziga nisbatan yiqimsiz so'zlaganlarga tor hujumi orqali ovorgarchilik tug'dirishi mumkin. U holda Xitoyning sirtidagi, Osiyodagi yoki Shimoliy Amerikadagi nurg'unlagan kishilar Xitoyning so'zini anglashga majbur bo'ladi. Shundaqla o'zining jazoga uchrab qolishidan ansiraydigan holat shakllanadi. Xitoy tordagi qarshi fikrlarni maslashtirdi. Xitoyning so'z erkinligiga qarshi elib boradigan urushlardan biri tor süzgüchidan iborat. Xitoyda tor nazoratchiligi xizmatini qiladigan 100 milliondan ortiq kishi bor. Dunyodagi tor abonentlarining eng ko'pi Xitoylardir. Biroq Xitoy hukumati kishilik huquq organlarining torlarini, chet el jurnallarını, shundaqla ko'plagan siyosiy va madaniy internet guruhlarini Xitoyda echilmas qilib cheklavatgan. Xitoy fuqarolari erkin kishilar internet orqali erishgan uchurlarga erisholmaydi. Maslashtirilish, nazorat qilishning seliqlashtirib aytilishidir. Xitoy Tiananmen qirg'inchiligi to'g'risidagi aslimlarni yo'q qilish uchun butun kuchini ishga soldi. Bu qirg'inchilikqa 23 yil bo'lganda, ya'ni 2012-yili iyunda Xitoy tor süzgüchlari Xitoydagi internetda bu qirg'inchilik to'g'risida tepiladigan har qanday manbani cheklavatdi. 3 Xitoy faoliyatchisi Xitoy doiralaridan bu voqea to'g'risida namoyish tasdiqi elish iltimosi sunganligi uchun qamoqqa elindi. Tor abonentlari Tiananmen qirg'inchiligida tankining oldida turib olgan o'quvchining rasmini, ya'ni Xitoy tor süzgüchidan qutulish uchun cho'ng semiz o'dak deb atagan. Natijada Xitoy cho'ng semiz o'rdak degan so'zni sazgur so'z qatorida cheklavatgan. Tor nazorati armiyasi shu darajada kengri tarqalganki, 4-iyun masxirlik holda internet torni qo'g'dash kuni deb tonilgan. Xitoy hukumati uchur kontrol qilishdan sirt ko'p sondagi kompartiya paras bloglarni ijara elib, ularga o'zining nuqtai nazarlarini tashviq qilg'izdi. Qarshi fikirdagi aktivistlarni sestqizdi va yolg'on xabar tarqatqizdi. Ular tarqatgan yolg'on xabarlar tor abonentlarini rost xabar bilan hukumatparastlik tashviqotlarni farqlantirishda gangirtib qo'ydi. Necha ming yildan buyon hamma mustabid hokimiyatlar uchur kontrolini suiiste'mol qildi. Xitoyning o'tmishdagi tor nazoratchiligi bilan 2050-yilga borgandagi dunyo xarakterlik tor nazoratchiligini
yurgizish mumkinchiligi orasidagi negizlik farq shuki, Xitoy o'tmishda o'z puhralari ko'radigan mazmunlarga suzgich qo'ygan bo'lsa, 2050-yilga borganda boshqa davlat puhralarining ko'rdiganlarini suzgichdan o'tkazadi. Xitoy o'tirg'i chiqargan internetni kontrol qilish xizmati allaqachon eng kam bo'lgandimi 11 davlatda qo'llanilmoqda. Albatta, Xitoy New York vaqt gazeti va Wall Street ژورنىلىنىڭ Xitoy to'g'risida chin xabarlarni ishlashini mangu to'sayolmasligi mumkin. Biroq Xitoyning ta'siri va kuchining eshishiga ergishib, Xitoy bilan hamkorlashib, o'z xalqini bu xildagi to'r batlarini ko'rolmas qilib qo'ydigan davlatlarning sonimi mas holda oshadigandak turadi. Masalan, Xitoyning Huawei va ZTE'dan iborat 2 gigant shirkati internet va uchur aloqa vositalariga aloqador qattiq detallarni O'rta Osiyo, Sharqi Janubiy Osiyo, Sharqi Yevropa va Afrika qatorliq rayonlardagi davlatlarga ta'minlaydigan boshlamchi korxonalardir. Qozog'iston, Vyetnam, Belorussiya, Efiopiya, Zambiya qatorliqlarni o'z ichiga olgan davlatlar va xaridorlar Xitoyning siyosiy va texnologiya jihatdagi qattiq kontroliga ijobiy nazarda qarab, buni internetning qanday kontrol qilish jihatda o'ziga ulgu sifatida ko'rishi va bu jihatdagi texnologiyani Xitoydan setib olishi mumkin. Xitoy demokratiyalashishga qarshi turishni davomlashtirdi. Xitoyning rahbarlari bürokratlikda ustun, demokratiyada tuvan bir dunyoni arzulaydi. Xitoy 5 prinsipni e'lon qilgan 1955-yildan beri davlatning ichki ishiga aralashishni cheklab keldi. Xitoyning kuchi oshgan sari uning diktatorlikni va Xitoyparast hukumatlarni himoya qilish, shundaqla o'rnak hukumatlarning uvulini qo'llash iqtidorimi shiddat bilan oshidigandek turdi. Xitoyning marafon strategiyasini ilgarilatishdagi tirmishiga o'xshashla, uning bu xildagi strategiyasi xabarlarni va uchurlarni monopol qilish bilan boshlandi. Xitoyning chet el tashviqoti xizmatining bir qismi oshkora holda hukumatlarning mustabidlashishini tashabbus qiladi. Beijing Zimbabwe prezidenti Robert Mugabeni rasmiy yo'sinda izchil qo'lladi. Shundaqla urush jinoyatchi sifatida arz qilingan Haigdagi xalqaro sudga o'tkazilib berilish andishasi sabablik chet elga safar qilishdan qo'rqadigan Xitoyning mustabid hukumatlarni qo'llashdagi yana bir strategiyasi bo'lsa, ularga qarz berib turish va mablag' selishdir. 2009-yili va 2010-yili 2 yil ichida Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlarning korxonalari va hukumatlarga bergan qarzi Dunyo bankisining ularga bergan qarzidan ko'p. Xitoy bu xil iqtisodiy selinma orqali o'zining dunyodagi siyosiy ta'sirini oshirishni maqsad qilgan. Xitoy navbatda Afrikada G'arbga qarshi kun tartibni taraqqiy qildirish uchun shartsiz ravishdagi 2 trillion dollarlik xo'jayinlik mablag' ajratdi. Erkinlik mahkamasining dokladida kishilik huquq kapolati va moliya kapolatidan xoli bo'lgan bu shartsiz yordam Xitoyning texmi ko'plagan taraqqiy qilayotgan davlatlarga to'van mas'uliyat va cheriklik asosida hukmronlik qilish xohishini ko'rsatdi. Cambridge
universitetidagi Stefan Halferning so'zi bo'yicha aytganda, Zimbabve Afrika davlatlari orasidagi eng hayotiy kuchga to'lgan, hammaga tanishliq Afrika misollaridan biri. Xitoy prezidenti Mugabening bu vayronlikqa yuzlangan davlatda qattiq qo'l siyosat yurgizishini davomlashtirish uchun Mugabega izchil ravishda yordam berib keldi. Xitoy Mugabega dastlabida qurol yaroq yordam berdi, keyin Mugabening Zimbabve xalqini kontrol qilish tirishishida intayin muhim rol o'ynagan internet kuzatchiligi uchun ishlatiladigan qattiq detallarni avatdi. Xitoy yana texi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Mugabega qarshi jazo yurgizishga qarshi bilat tashildi. Afrika davlatlari bilan bir-birining ichki ishlarga aralashmaslik prinsiplari asosida o'zaro manfaat yetkazish yuzlanishini shakllantirish Xitoyning strategiyalaridan biridir. Xitoyning oldingi navbatlik raisi Xu Jintaoning so'zi bo'yicha aytganda, Xitoy hukumati Xitoyning savdo sherikchilarining Afrika xalqiga keltirgan xo'rlashlarini nazarga olmasdan siyosiy shartlar mavjud bo'lmagan nuqul savdo siyosatini yurgizadi. Xitoy xalqaroliq o'lchamlarga pisand qilmaslik orqali Afrikada demokratiyani texmi ojizlashtirib, mustabidlikni kuchaytirishi mumkin. Xitoy Zimbabvega qo'llangan uslubini Osiyada, Afrikada va Janubiy Amerikada qo'llandi. Xitoy Suriya, O'zbekiston, Angola, O'rta Afrika Jumhuriyati, Kambodja, Sudan, Myanma, Venezuela va Iran qatorliq davlatlarning mustabid hokimiyatini qo'lladi. Xitoyning iqtisodi Amerika iqtisodini 3 qatlavatgan chaqda Xitoyning ziddiyatlarini hal qilish va sog'lom hokimiyatni qo'llashdagi tirishchanliklarning oldini to'sish tirmishishi texmi kuchaydi. Albatta, hozirdan boshlab 2049-yilgacha bo'lgan araliqda Xitoyning zo'migarlikdan yenish, davlat ichi va sirtida demokratiyaga moyil bo'lish ehtimolligi bor. Ammo buningga ijobiy nazarda qarash uchun sabablar to'limi yetarsiz. Necha 10 yildan beri ko'plagan g'arblik olimlar Xitoyning erkin demokratiyaga yaqin bir yo'lga qarab ilgirlayotganligini faraz qilishdi. Bu olimlarning ko'pinchisi o'zlarining umidvorlikqa to'lgan oldin ma'lumotlari sababli tanqislikda qilishdi. Biroq bulardan oz bir qismi, garchi hech qanday asosi bo'lmasa-mu, Xitoyga demokratiya keladi degan umidvorligini davomlashtirmoqda. Oqibatda mohiyat jihatdan olganda xam xiyolning xatoligini isbotlamoq doimla tasga to'xtaydi. Davomi bor.